50 yoshlik ayol. Gulchehra Abduqodir. 50 yoshlik ayol. U ko'k osmon bilan rang talasha oladigan, mehri illiq, bag'ri keng bir dengizdir. 50 yoshlik ayol. U ko'rinishi bir sukut. Lekin uning ichi vulqon kabi yinayotgan o'tdir. 50 yoshlik ayol. U xushalliqdimi, xafaliqdimi, tamkinlikni tanlagan ayoldir. 50 yoshlik ayol. U turmush do'qmushlarini agib o'tib ketishni biladigan ayoldir. O'zgaga rahat berishni tanlagan ayoldir. 50 yoshlik ayol. U gar ketishni tanlasa, qaytashi yo'q ayoldir. Chunki u suyishning oxirgi chekini o'ziga tanlagan ayoldir. 50 yoshlik ayol. Qo'lida kitobi bor ayoldir. Chunki u bilimlik bilan bilimsizlikning farqini cho'nqur tushungan ayoldir. 50 yoshlik ayol. U sevgi gulzorida kullashdan voz kechgan ayoldir. Chunki u o'zini qaytadan topgan ayoldir. 50 yoshlik ayolni untidi demanglar. U untishni saranglarcha tanlagan ayoldir. 50 yoshlik ayolni sevgi talab qilmaydi demanglar. U Layli Majnun kabi sevgi kutayotgan ayoldir. 50 yoshlik ayolni yerim asr yashab bo'ldi demanglar. U hayotining haqiqiy ma'nosida amdi yashayotgan ayoldir. 50 yoshlik ayolni cho'qim gulzorlikdagi gullarning sarxili danglar. Chunki bu gulning rangi bilan purqi eng moslashgan gullar tojidir. Ovozda Rahila Musa Chaliqushi.